Ha, mana. Acha. Amra, keldi. Amra. O, Xo'sh, nima mana shu kuni. yaxshi marka qilgan shu namratliq. Namrat puratido, buning uchun namrat puratido bergan pulni qaytaramanki, namrat puraydi. Qaytirib beradi degan shu. Nimani? Qancha pulni? 300 ming qachon bersa? Tushundim. Aka, men sana 100 ming qo'ydim, men 300 ming qo'ydim hamda. Bular asli Yasinga yuqori o'simli qarz bergan qarniyatlar ekanda. Akam qancha bo'ldi shuncha pulni? Men seni dadang emas. 100 ming berib 100 ming oladigan. Ya 2 yil bo'ldi ya. Har yillik bor-ku. 100 ming desam men 300 ming bildingmi? Bildim aka, bildim. Men shu Abduraman o'yini. Meni o'yinga birimi chiqadigan chora emas mening. Pulga yarig'idek narsa bo'lsa, aqlimiz bilgan. Chiqami ha? Pulingni asig'o mayli. Lekin shu xislatli kasangni bayqatganmisiz bo'ladi-ku. Sen berdin, beğenmişsen o böğürgün ya. Ben de koyar. İki böğürgün, bir böğürgün 200 mingdan 400 ming. aka. Degan pulni bersan, berdin. Bo'lmasa men uydan ya o'ligim chiqadi. Tushundingmi? Tushundingmi? Ya akam mani bo'lmawi. Hozir emas qo'ydi. Ya nima? Ha? Hozir emas tigiradi qilmawi. Yasin ko'ngliga bir narsa pishdi. Manimo, ha? Pul yo'q deb aytqanding-ku. Aka, Manimo. Manimo. Mesela cho'dir aka. Mayliq cho'nglarda qolgan zimin batligida necha kun olib satgan. Aldiga sen opirib tegishga qilsa qara. Uyam bor deb qo'y. Ha? Ya shikizlar nima qilgan? Uyam satmay, ha? Uyam satmay nima qilgan? Qancha pul bo'lmadi? Qancha pul? 500 ming. 500 ming? Ha. 350 ming olaman. Ma'qul bo'ldi aka. 100 ming? Ha. Sen mendan olgan pul 200 ming, 2 yilning o'smi. Bildingmi? Her bir yiliga 100 ming olaman. Ma'qul aka. 50 ming mana choy puli. Oson. Mushaqbalika shu oson bilish kerak. Shu. Salam aldiga. Ya Stop ha? aka, mundasın. Stimla. 2 yil yaqin men ko'p yordamlarni qildim. Men xijil qilib qo'ydim, qarasini mayliqi. Qolgan 150 mingdan beray. 500 mingni ishildilasizlar. Manda yardım edeysin ya. Yok bak komandanın Maldaçılık bada koyulma tümacıma. Şu. Bu da bak bu. Lazım olsa aka demem bak. Bak aka. Maşarkaga yo'q, hech kim asqam chiqqanlarim asqammi? Sen asqa to'g'ri maka rahmasan aka. Başmasizgin mana aytsanlar. Bildi. Sana xaltıga. Aka. Qizning uyini berasan, bildi ya. Çoğala. Rahmat aka. Seni. Salam. O tıkamsa yevitten de jiddidan demiş kısamasını şey. Aka. Salam altıga. Ko'tirib akatmasiz pulingni? Aqaldapa mana. Aka, bak. Salam. Aka, mana. Salam ana. Xalqdan qayerga degansan o'zingda? Shu. Qarama kontaktni. Magic pul chiqdi qo'ymoqchi majmuadan ne? Ko'zim ay ko'ni kutib borsa bag'oza. Shu aka. Kasaba. Mana turg'ida. Bugunga bay. Ma'qul aka. O'zim barchamiz man qaytmab. O'zimni akasi, rahmat aka. Rahmat aka. Bugun kech ko'rishma. O'zim mehmon qilmam. Unutma majmua. Ma'qul aka. Majmua. Lozim osmonga qil. Ma'qul. Chaqir. Aka. Ma'qul. Xo'sh. Yasingo bu saxta pullar bilan qarzni qildi. Lekin saxta pullar jamiyatga tarqab ketdi. Demak, bu Yasinga nisbatan cho'ng bir xatar degan gap. Yasin, ishlar sal murakkablashayotdi. Endi kallangni ishlatmasang, bu da ishning chekidig'ini saqcho'lab qoladi. Ha? Oltun. Bilishimcha dunyoda 250 ming tonna oltin bor. Urumchida 650 tonna oltin bormish. 10-15 kilo oltinni ko'paytib satsam, buni haqida bilib qolmas. To'xta. Oltin ko'paytirdiganga oltin ilish to'g'ri keldi. Pulning hammasini obaytili olib ketdi.
Yo, Yasin, rast taling vakajmo sening. Yana bir to'qmoq pul eshib qopti emasmi? Lekin bu pulni ko'paytib bir narsa olsang, chataq chiqib qolamiki. Yaxshimisiz efendim? Ha. Voy, Nurimat. Nimamsan? Men bor. Qanday qildim? Nim deb kirdim bu yerga? Qarsam shu cho'ng o'zgarishlar kutdi senda. Burun tayini yo'q desinki. Pulga dumchishga maymaqding sen. Vi? Men zvonan beqib kep qo'ljimi? Kimni pulga dumchishgan davatsa? Voy yalan to'sh. Men yanchqon bir mo'jadan tayini yo'q. Men oltin do'kondan basaga chiqib, do'qmosh paypni sassamaman be. Kasıldamayım yerde. Tuzuk yaqin men bicho mega bilas ag'ir keldim mega. Oltin men. Oltin olma. 5 yandagi olib pitni olamsan ya. Hey, ma adam yaratmaydan qilib shu pitga jimasinki. Demiş oldu, ha? Xo'jayin. Ma qalanda bizning do'konga oltin olma deb kirib keldi ha. Şu o'zingni bilib chiqib kel desam unumay, bezirib turib oldi o'tan do'konimizning ustidan Bu tushirib. qiz bola seni sen boshchaqlab qelyapti-da. Xeridor mujtamoani qilamda, ha? Buni siz puli yo'qligini qanday bilasiz? Chiqinglar tunishamdinglar. Xo'jayin tunishimiz. Tunishib qolmaychi, dahi ma birimning ahvolini bash qo'ldik bilmayman. Bizning maktabda o'qiydigan birim deydi ha ma u. Osh hamma askishni qilib, oxirida maktabdan haydalib ketgan nima bu? Hozir do'qmosh paypoq setib yuriydi shu. Bugun ma do'konimizga cho'qim oltin o'g'irlayman deb kirgan gap bu. Xo'jayin men biraz o'g'lim keldim men. Oltin olib kelganman bega. Oltin olib dedim. Rost. Sen oltin olamsan. Men ras oltin olib keldim bega. Sizlarning hozir oltinning grammi qancha pul? 780. Xo'jayin, bilangiz qancha gram chiqdi? 30 gram chiqadi. 30 gram? Mana kagdak bir bilazikni bir beraman. Mana. Bo'ladi. Hozir tayyorlaylar. Siz darhol berib, Oqsaroyning mineral suyini eklang. Bo'ladi? Xo'jayin, ma pulning kelish manbasini bir aniqlab olaylikmi? Mavjud cho'qim ya o'g'irlab, ya Aniqlab qas tugashding-da, Yasin. Bu bir oltolik pul nima ish qildi? Bo'ldi, quruq ketdi, azqib Oqsaroyning suyini eklang. Bo'ladi? Xo'jayin, ma. Menga sizga mushundan kagidek oltin bilezikni birini tayyor qilinglar. Ma'qul bo'ldi, avval qildim. Araz xo'jayin, sizlar oltinni yig'lamsizlar? Yig'olmas. Qanchadan yig'lamsizlar girmani? Satsak 780 dan, yig'ib olsak 760 dan yig'ib olamiz. Bo'ldi. Menda biz ham ma'lumot ya shu malni hamda olamda keyin deb sizga. Sizda oltin bormi? Xo'jayin, mana shu. Qani, men Oqsaroyning suyida ichaman. Qanchalik mal bor? Menda-chu 5-6 kilo mal bor. Hoy, o'xshmas qopti. Bayatdagi varanchining bo'lyapsa, bir ushiqdan birisiga qasdan jidal chiqib qolsa deb o'ylab qopdim. Asli cho'ng xaridor ekansiz emasmi? Siz suvishga turing, ha? Hozir sizga bilezikni tayyor qilaylik. Hey, yurking rastomkan Yasin. To'shay bilan kelib 5-6 kilo oltinning gapini qila oldim. Voy, kim bu? Voy, Yasin, sen rost gapsan-ku. Voy, qanday qilaman. Ay, men 110 yumda qilinmaysan. Bu oyoqning chamidan, eshakning terisini qilinmi yo bunda qilib ko'rib boqay. Ha? Xo'jayin ahmoq qilib nomusni qilmading ha? Xo'jayinchi sening mushta ahmoq qilib yurganingni bilib olsa, bo'sh qo'ymaydi o'jima sen deb qo'yay. Yasir efendi, qanday olasiz? Eshikka vaqt kelibsiz-da. Ishqilani tanishtirib qo'yay. Bu yoq bo'lsa, Urumchidagi danglik oltin bog'liqchi. Har qanday oltinlarni bir ko'ribla, saxta yoki rostligini o'rganadi. Yaxshimi? Unda bo'lsa, ishxonaga kirib boramizmi? Xo'jayin bo'lsa, mushalli paranchli qarasam, kameralar aka hammamizniki manfaatlik uchun azroq bir isbotlab qo'yaylik. Bo'ldi, chatoq. Unda bo'lsa oltinlarni bir ko'rsatamsiz. Yasin, sen ya zaga olmasan. O'zing olgan bilezikni ko'paytib, o'ziga akab bersang, ular sendan gumonlanmasmi? Yasir efendi, bu chamadan o'z-o'zidan bo'lg'aydi. Satoldi hamma maxfiy nomerni unutib qolibman. Toptiringlar, men esimga olay. Hey Yasin, chaqchaqmi ya? O'zi oltin saqan chamadanning maxfiy nomerini unutilib keling Adam bormi? ahmoq qilmayotgan siz-a?
Özünün çamadanını mı, onun üstüge altın sağan çamadanını mı? Beni bunu unutup kaldı kaçma mı? Ey, qo'ltig'ing qisibli akasan bo'lmabdi. Mo'shu yoshlar odamni ahmoq qilishga bak usta. Qaraganda bu chamadonning ichida oltin emas, qish kesakdan boshqa narsa yo'qdek qiladi. Yasin apandan bo'lsa, chamadonni ilib bu yerdan chiqib ketsangiz bo'pti ekan. Xo'jayin, men demadimmi? Mush paypoqsiz pidag'on bir qalandancha bunda oltin yo'q, pul yo'q. Sen ishonmaysiz. Endi qo'y ishongansiz. Ya Nuriman, bu ikkimiz bir maktabda o'qigan savodashchimi? Bu nimachi odam yaramaysan? Aytal savodashlar bir yuzimni tushayimgina tanımayım ben seni. Hey, sana deb qo'yay. Bu senin ko'nglingga o azaragim yo'q deb deginam mening. Biroq bu yerda bu polon oltinim bu, o bunchulab pulim bu deb qo'yib yursan, kulgim kelmadi mening. Ha? Ma'qul bu chamdining ichida mushunchalar bir oltin bormi deyli? Oshmamsa bu chamdiningni. Qani? Bu yer yerimki tizilib o'ltirib ya ocholmaysa, navoda mushning ichida oltin bo'p qolsa, ma'qul chata yo'q. Men sen tizilib turib, puting eslib kechirim so'rayman. Qanday? Nuriman, menga gapni sen qilding ha? Hammanglar guvoh. Endi kechirim so'raysiz shundaqmi? Asta, ma qiz o'ziga o'z qildi-da. Acha Yasin. Murodiga bir yetkazib qo'ya. Ha, ichildi. Voy, Yasif. Xeyli kallan ishlaydi ekan-juma. Men seni shu bilayzik betili ko'tarib keldi desam, iritib cho'ka oltin qilib akabsan emasmi? Sana bag'asini qayil o'lyapti-juma. Oltinning sifatida masala yo'q ekan. Xotirjam setib olsanglar bo'ladi. To'liq 39 ga o'xshaydi ekan. Navoda malning birasining sifati ishonchsiz bo'lib qolsa, boshqa mutaxassis taklif qilib olib boqsanglar bo'ladi. Yo'q, Shirali apanda, siz bu Urumchida oltin shoyi tursangiz, yana men boshqalarni izlandim bog'lab qilay. Buni berib oltin jonglab bekaman. Paypoqsiz yurdi. Siz ko'plikka rahmat. Bo'ladi, ishonganinglarga rahmat. Xotirjam sodiq qilsanglar bo'ladi. Rahmat. Arzimaydi. Siz navbat qildi. Yaqay, men menga yuborayam. Bor. Map. Yazıcı apanda, sen oldu ha? Bunu ile ölçüp bekaman. Yağlı qapoq, mangu yağlı qapoq bo'lavermaydi. Ba'zida mushundaq oltin qapoqim o'zgarib qoladi. Hay Yasin. Sen burun sayjingiltib baqqan, go'shtjingiltib baqqan. Lekin tushundimi, oltin jingiltib baqmagan bo'g'iytong. Hey, bu oltinlaring nechta pullik bo'lib ketganda, ha? Altınlarımız 14 kiloga azroq kamlayotgan. Jami 10 milyon 600 ming qopti. Qancha emas? 10 milyon 600 ming. Chinoqto Yasin. Hozir yiqiladigan vaqting emas. Bo'ldi. Kartonuzu götüray. Eg'izdan chaqchaqdekli chiqayotgan bu sonlarni anglab, onun kaynidan necha nol bado deb sanavatsan, ha Yasin, ha? Götürdüm. Burası kartonuzu tekşiriyorlar. Ma'qul. Rahmat sizga. Rahmat. Bundan keyin yana izlayman sizni. Bunda ol çatak yok. Sodumuz tutuqli qolsin. Rahmat. Ha, men Mana Yasin. 2 kunning oldiga kelsang, inkini egiz ko'tirib olib, sen qapoq ochmaydigan odammi? Mana endi egilib turib gap qiladigan bo'ldi. Kimmo, o'ngimmo bu? 10 million deydi-ku, ey. 10 million degan gap bir ko'ylakda 10 millioni bor degan gap-ku. Boshqalar baqab qolmasin. Men puldor odamlardek muvaffaqiyachi. Qachonlar qarsiga qarab mangdi ekanman. Men bu belni ruslab mangpaqmamdim. Men 10 millionni egisi, ey. Tupto, ma'pulni bir tekshirib baqay. Rostda 10 million bor ekan qo'y. Ma bankadagilar tiqib menga tozim qiltaslik qildi. Qara, xo'shib ketgindi. Oy, ey, chiroq qarab mang'in Yasin. Sana bir ish bo'lib qolsa, 10 million pulni kim xajlaydi? To'xta. Burun meningki 33 dek bir ko'p pulim yo'q. Sho'nglashqa men piyoda mangdim. Lekin hozir men nima ish piyoda mangaman? Meningki 10 million pulim bor bo'lsa, agar mashinadan birozga pokkada usib qo'ysa, mening pullarimni, go'harlarim kimga qoldi?
Şoңlашқычу, мен машинадан бірін алай. Мында қиқас машинадан бірін алай. Hey Yasin. Burun pulun yok qo'rqib, bankiga mi qarayanmayding? Mana endi bankining oldidagi shirg'imi hayvangni ko'ztalaydigan bo'ldi. Hey Yasin. Tushundimi ko'rib boqmagan esil mashinalarning qator tizilib ketganini ko'rib, azroq beshing qiyotidi, ha? Yaxshimisiz efendim, siz qanaqa mashina lazımdı? Yaxshimisiz. Sizni so'rab baqqan bo'lsam, mayli Germaniyaningki, Benz degan mashina shumi? Osh mashina shu. Yomon chiroyli mashina-ku. Albatta chiroyli bo'ladi-da. Nemalik qilmagan bilan markalik mashina emasmi? O'zingizga burun namrat o'tganing bilan xel marketon ekansiz. Buni men nima qilma? Maxfiy nomeri 666. Mush mashinani oldim. Alashan. Efendim, siz bu mashinani bahsini sormay turibmi oldingizmi? Men o'zim yaxshi ko'rgan narsalarningki bahsini sormay ilaylarman. Turosmi yo chaqchaq qilyapsiz? Voy rost, xotirjam bo'ldingmi? Berib pulni surib ketib keling. Ömrümde ben mashina setib, bu sizdek buna mashina qildim ko'mibdigan majbur. Siz bek mardin o? Kishi degan oshdan mard bo'lish kerak odatda. Bo'ldi efendim, hozir sizga. Asma bijib beray. Hey, o'zim yoqtirgan narsalarning bahasini talashmayla eliverma degan gaplaringni ilgari anglagan bo'lsang, o'zingning kulgisi kelib ketar bo'g'iydi Yasin, ha? Efendim, siz su ishkashtiring, ben sizga hozirlan bijib beray. Ma'qul. Ajab ko'ngilni tushundigan obdan qiz olibki, toza usab tug'andi. Oqsarayning suyuna kelibdi. Mashinaning nochiligini, o eshiklarning ichilishimi boshqacha bo'ladi-ki. İçimi shunda rahat o'rindiqlar lim qiltirdi. Paylam shunda esil mashina haydagachga, ashu g'adib mangdi ekanda. Men bir oqsov haydab baqay bu mashinani. Mana burun cho'ng yo'lga chiqsang anglay oladigan mashinaning ovozini hamda o'zing mashinaning ichida turibla chiqara oladigan bo'lding. Tishingning bardi go'sha debdika. Hamda seningmi turmushning raytini surdigan vaqting keldi. Efendim, hem size resmiyetlerinizi bijirip buldum. Bu kartınız. Endi hazır qo'rqib qilsak ham ish tugaydi. Rahmat sizga. Sizni so'rab boqamasam, mashina yarshamdiki. Albatta yarışida, sizga beklam yarışibdi. Bu kelishgan qilyapsiz. Albatta yarışida bu mashina. Haras, undidanız xitvasam bo'pti ekan. Siz bek kelishgan, bek yumurist ekansiz. Endi bundan keyin do'stlaringiz yoki siz mashinalar ashos men tavsiya qilib qo'yasiz. Ma'qul bo'ldi. Qara. Akam nasılsın, sağlık qilay. Ma'qul. Ahmet kes qo'sh kepti degan shu-da. Rahmat efendim. Amsa qo'rqib qoldim. Bu ahvoldan qaraganda bu qiz bilan ancha-muncha hikoyanglar bo'lib qoladigandek turdi. Biyongo oltinni o'ng'oshib setib oldim. Lekin bundan zo'r miqdorda oltinni versam, olimzaga, ondan soqchilar mendan cho'qim gumonlandi. Gumon qilib qolsa, momamdan miras qolgan desam bo'laverdi. Lekin davomli bunday degil bo'lmaydi. Bo'ldilar. Hozircha uxlab, bu ishlarni keyincha bir o'ylashay. Uxla Yasin, uxla. Burun qo'saq ochliqdan beshin qetib uxlayding. Endi bay bo'lding. Pulingni naqajlashdan beshin qetib uxlaydigan bo'lding. Yasin, namrat vaqtingda tushaydigining bir taxsi lag'man bilan 2 ziq kavobdi. Endi o'zingni Dubayning shahzodasidek tushaydigan bo'lding. Esil mashinalar, dangliq markalar, go'zal qizlar.
bu oydimi, yildimi birasi izlab qo'ymaydigan meni. Bugun nima bo'ldi? Nima jiq uchur bu? Hey Yasin savoqdashim, yaxshimi? Sen bağıma savoqdashlarni bek tashvatding, Juma. Ha yazong, yaxshi tudinglarmi? Sizlarni oltin setib bek beyib ketdi deydi-ku. Yasinjon yaxshimi? Qaysi kuni yo'lda uchrab qilib salom bersang, kallamni boshqa ish bilan bo'lib ketib, salom bermay o'tib ketibdi-ma, xafa bo'lmangmi? Yasin, jenim adaş yaxshi tudingmi? Mush bir 10 ming ko'p berib tursang adaş. Apam ağrıp qalganda doktorxonaga akray desam pul yo'q, bek qiynalib qoldim adaş, jenim adaş bir yordam qilgin. Yasinjon yaxshimi? Men tanlongmi? Voy men Xadicha. Önce sen to'lab qo'ysam rad qilib o'tgandim. Lekin shu o'ylab baxsam-chu, sen qanday o'lgansan yana. Shu so'rab baxsam, sen asli meni yaxshi ko'rasan. Yasin ağinem yaxshimi ya? Ma bu 3-4 qizlar chaqirib qo'ydim degina. Kechda tek qizlar sen seni qiqas bir o'yintib qo'ymayman. Yasinchinim, yo'qshimi? Çok uzun bo'pti, ko'rishmagili. Qiziqish, tishim kirib qolibsiz qarang. Tishimda-chu, siz degan vashi biyib ketibsiz. Shu uyg'onib bilan birinchi qizni gaplashib. Yasin, sen namrat vaqtingda atrofingdagilar bir xil. Sen beyg'on vaqtingda atrofingdagilar yana bir xil. Sen endi bu jamiyatni azroq tushungandek bo'lyapsan, ha?